Assalomu alaykum. Sizlar bilan ijtimoiy darslarni davom ettiramiz. O'tgan darsda rasmlar va ikonkalar, turli xil grafikalar o'zimizda qo'shishga o'rgangandik. Bugun biz sahifamizga, o'zimizning faylimizga ro'yxatlar kiritishni o'rganamiz. Ro'yxatlar turlari va qanday kiritilishi haqida gapirib o'tamiz. Keling, bu oldingi mavzumizni tozalab tashlaymiz, o'chirib shu yerga yozaveramiz. Demak, bizda ro'yxatlar qanday hosil qilinadi? Ro'yxatlar bizda ikki xil yo'l bilan hosil qilinadi. Bu unordered list va ordered list deb ataladi. Ya'ni tartiblangan va tartiblanmagan ro'yxatlar. Tartiblanmagan ro'yxatlar UL tagi bilan yasaladi. Ya'ni UL bu unordered list deb o'qiladi. Ya'ni tartiblanmagan ro'yxatlar. Tartiblangan ro'yxatlar esa ordered list, ya'ni OL bilan yoziladi. Ya'ni ordered list. Ikkalasi bir-biridan farqi O va U'da farq qiladi. Endi natijani ham chiqarib berishda farq qiladi. Lekin ikkalasining ham o'rtasida bizda li taglari bo'ladi. Li taglari. Bu ro'yxatning har bitta qismini anglatib turadi. Mana ko'ryapsiz, bitta nuqta chiqarib beryapti. Misol uchun kitob har bitta element uchun bitta li ochishimiz kerak bo'ladi. Qalam, ruchka. Ko'ryapsiz, ro'yxatlarimizni oldiga bitta belgi bilan chiqarib berishini, ya'ni oldidagi belgisini mana u yilga qarab belgilanadi. U yil va o yilga qarab farqlanadi. Lekin ichidagi qismlarni esa mana bu lilar tashkil etadi. O yillikini ko'rib o'tamiz. Bu ordered list, ya'ni tartiblangan ro'yxatlar. Unda ham li yoziladi, farq yo'q. O'sha lilar qaysi yozilishi faqat bir-biridan farqi, o birida o, ikkinchisi u bilan farqlanadi. Bunga misol uchun kitob deb yozaylik. Li, qalam va ruchka. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, bu endi oldiga raqamlar bilan chiqarib beryapti. Ya'ni tartiblangan birinchi, ikkinchi, uchinchi sifatida chiqarib beryapti. Ordered list. Unordered list esa bu tartiblanmagan holatda chiqarib beryapti natijasini. Bir-biridan farqi shunda. Biri nuqta-nuqta, ikkinchisi turli xil raqamlar kiritib chiqarib beradi. Endi bunga ham turli xil stillar berishimiz mumkin. Bu stillar bilan ishlashimiz mumkin. Stillar berishdan oldin ba'zi bir qonun qoidalarini ham gaplashib o'tishimiz mumkin. Ya'ni ichma-ich yozish qoidalari. Ya'ni bir tek o'z ichiga boshqasini olib kelish mumkin ekan. Ya'ni biz unordered list ichida ordered listni yoki bo'lmasa ordered listni ichida unordered listni ishlatishimiz mumkin ekan. Ya'ni UL ichida OL, OL ichida UL. Hozir men UL ga misol keltiraman, sizlar OL da ham qilib ko'rasizlar. Demak, uning uchun UL yoziladi. Unga li qo'yiladi. Misol uchun liga darslik deb qo'ydik. Darslik. Yana bitta li yozilib, buning ichida OL deb yozib qo'yamiz. OL yoki bo'lmasa mana bunday tag shaklda to'g'ri ketsa ham bo'laveradi. Hozir mana buni ochaylik, darslik. Shuni davomida yozib qo'ysak ham bo'ladi. Mana bu yerdan OL. Va buning ichida yana kitob li, qalam. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, darslik degan bo'limimizning ichki qismlari sifatida chiqarib beryapti. Mana bular kabi alohida emas. Bu bo'limimiz ichida chiqarib beryapti. Yozilish bu qoida, ya'ni nested qoidasi deyiladi. Ichma-ich yozish qoidasi. Ya'ni bir tegning ichida boshqa teg keladi. Mana UL ichida li, lining ichida OL kelyapti, OL ichida yana li kelyapti. Shu tartibda biz o'zimizga ro'yxatlar kiritishimiz mumkin hisoblanadi. Demak, boshdan beri takrorlayman. Bizda ro'yxat kiritishning ikki xil yo'li bor. Birinchisi UL, ya'ni unordered list, tartiblanmagan list va ikkinchisi OL.
bu order list, tartiblangan list deb ataladi. İchidagi lilar ikkalasi ham bir xil holatda yozilaveradi. Bir-biridan farqi esa biri ekranga belgi bilan chiqaradi, ikkinchisi raqam bilan chiqaradi. Va bizda ichma-ich yozish qoidasi bor, ya'ni nested qoidasi deyiladi. Bunda UL yoki OL ning ichida boshqa bir turini ishlatishimiz, ya'ni deylik UL tashqi tarafda tursa, OL uni ichida ishlatishimiz mumkin ekan. Bu nested qoidasi deyiladi. Endi mana bu oldidagi qiymatlarni o'zgartirishimiz mumkinmi degan savol tug'iladi. Bu biz oldidagi qiymatlarni o'zgartirishimiz mumkin. Uni olib tashlashimiz ham mumkin yoki bo'lmasam o'zgartirishimiz ham mumkin. Buning uchun CSS ga o'tamiz. O'tgan safargi stillarimizni o'chirib tashlaymiz. Endi bu yerga tegimiz nomi, masalan, OLmi? OL yozamiz va unga list type degan turi bor. Masalan, list type degani list style type o'sha listlarni, ya'ni mana bu ro'yxatlarimizni qaysi turiga, qanaqa turda chiqarib berishini bildiradi. Buning uchun ko'ryapsiz, mana disk holatiga o'tdi, bu ham order listdan. Yoki bo'lmasam nan qilishimiz mumkin. Nan olib tashlaydi. Yoki bo'lmasam yana qanaqa turi bor edi? Upper roman bor edi. Rim raqamini shaklda yozish. Yoki upper alfabet shaklida yozish. Ko'ryapsiz, shu tartibda o'zgartirishimiz mumkin. UL nikini ham o'zgartirishimiz mumkin. UL list style type. Endi disk holati bo'lmaydi, disk holati o'zining holati. Shuning uchun buni nan qilib olib tashlashimiz mumkin. Nan sifatida olib tashlab, nan qilsak olib tashlaydi oldidagi stillar. Lekin upper roman yoki alfabet qilib bunga xuddi mana bu kabi o'zgartirishimiz ham mumkin ekan. Misol uchun tartiblangan raqam sifatida chiqarsa bo'ladi ekan. Upper latin dillik. Buni ham ko'ryapsiz, hammasini raqam sifatida, harflar sifatida chiqarib beryapti. Shu tartibda biz buning stillarini ham o'zgartirishimiz mumkin ekan. Endi ro'yxatlarni birozgina chegaralarni o'zgartirish bilan gaplashamiz. Ya'ni chegarasi qanaqa bo'ladi? Uning uchun ikkalasiga ham background berib olamiz. Background color biriga green, background color red. Mana orqa fonlarni ko'rdik. Endi birozgina uni chegaralarini ochishni o'rganamiz. Ya'ni tashqi tarafdan bir-biri bilan chegarasini yoki bo'lmasam ichki tarafdan chegarasini. Birinchisi padding. Padding har doim, ya'ni padding degan stil har doim elementni ichki tarafdan chegarasini ochadi. Ya'ni mana bu yozgan yozuvlarimiz bilan uni mana bu chegarasigacha bo'lgan, ya'ni to'rt burchak chegarasigacha bo'lgan masofani orasini ochib beradi. Ya'ni bo'sh joylar hosil qilib beradi. Misol uchun padding aytaylik 20 piksel ko'ryapsiz. Ochilganini. Ya'ni OL qidirmidi, mana shu ochilib chiqyapti padding. Tepasi ochildi, pasti ochildi. Bunda ham xuddi shunday pasti ochildi. Buni yaxshiroq ko'rinish uchun buni yana bir orqaga qaytaramiz. Qarang, tepasi yopishib turibdi. Bunda ham pasti ham yopishib turibdi. Endi paddingni orqaga qaytaramiz. Mana tepasi ochildi, pasti ochildi. Va bundan tashqari margin degan ham bor. Margin. Endi marginning vazifasi elementni bu chegarasidan keyingi elementni chegarasigacha bo'lgan masofani ochadi. Ya'ni paddingdan farqli o'laroq padding elementni o'zining chegarasi bilan o'zining ichidagi so'zlargacha bo'lgan yoki bo'lmasa ma'lumotgacha bo'lgan masofani ochishadi. Lekin margin
bir element chegarasidan boshqa bir element chegarasigacha bo'lgan masofani ochadi. Misol uchun bunga ham 20 piksel qo'yaylik. Ko'ryapsiz mana elementlarimiz birozgina bu tarafdan surildi, tepadan surildi yoki bo'lmasam yanada kattalashtirib buni qo'shishimiz mumkin. 40 piksel. Ko'rdingiz, anchagina oralari ochilyapti. Bu taraflardan ochilyapti, bu taraflardan ochilyapti. Xuddi shu stillarni pastdagi ham, uyelga ham berishimiz mumkin ekan. Padding, bundan tashqari paddingni yoki bo'lmasa marginni alohida chap tarafiga, tepasiga, pastiga va o'ng tarafiga sifatdan berishimiz mumkin ekan. Hozircha hamma tarafdan berib turaveraylik. 30 piksel. Mana ko'ring, tepa taraflardan 30 piksel ochilyapti. Bunga margin beramiz. 30 piksel. Ko'rdingiz, elementlarimiz chegarasi bir-biridan chegarasi ancha ochildi, ichidan ham joylar ancha ochildi. Qaytaraman, paddingning vazifasi elementni o'zining chegarasidan to uning ichidagi ma'lumotigacha bo'lgan masofani ochib berish, ya'ni kengaytirib berish uchun mo'ljallansa, margin elementning chegarasidan keyingi elementgacha bo'lgan masofani ochadi. Ya'ni bu chegaradan mana bu yerdagi bizning brauzerimiz chegarasigacha bo'lgan masofadir yoki bo'lmasam boshqa bir tegidning chegarasigacha bo'lgan masofani ochib beradi. List style type bilan biz yozgan teglarimiz, ya'ni UL yoki OLni, ya'ni ordered list yoki unordered listni oldidagi belgilarini o'zgartirishimiz mumkin ekan. Shu ro'yxat kiritish qiyin emas, oson. Ko'proq harakat qiling, ishlang, o'zingizda. Hammaga omad, sog' bo'linglar.